Adam menga bitta gap ko'p marta aytganlar-da. U gapni men hech qachon unutmayman. Bitta voqea aytib berganlar. 90-yillarda bo'lgan. O'sha payt bir inson adam oldiga kirib, shirin gaplar bilan, yaxshi takliflar bilan o'simlik yog'iga bo'lgan taklif eng arzon narxlarda bergan. Adam qiziqib arzon narxlarga, yaxshi sifatli mahsulotga pulni oldindan to'lov qilganlar. U odam bilan to'lov qilib, gaplashib, labzlashilgan. U odam chiqib ketgandan keyin bir 5-10 daqiqa o'ylab o'tirib, tushunib yetganlar xato qilganlarini. Bu xato shundan iborat bo'lganki, u odam juda arzon narx bergan, juda sifatli mahsulotga. U xatolarni tushunganlarida yugurib u odamni topaman deb chiqqanlarida u odam уже bo'lmagan, ketib qolgan. Shunda otam aytgan, bolam, bu yerda gap pulda emas, bu yerda gap odamlarga bo'lgan ishonch yo'qoldi. Eng yomon narsa shu deganlar. U paytlarda asosan labz bilan ish hal bo'lgan. Hozir kunga o'xshab shartnoma, перечисление bo'lgan, kam bo'lgan, juda kam bo'lgan. Shuni hisobiga bu odamda bo'lgan voqea menga juda katta saboq bo'lgan. Men ham oldin xodimlarimga ko'p ishonganman. Bu voqeadan keyin menga saboq bo'lgan, o'zimda ham bunaqa voqealar bo'lgan. O'shanga xodimlarni tekshirib turish kerak, lekin ishonish ham kerak. Bejizga yetishmagani doveray, no проверяй deb. Sizlar ham o'zingizlarning xodiminglarni tekshirib turasizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiring.